Podpischilarimiz, assalomu alaykum. Ko'p kishi yozibdi, qayerdasiz deb. Men sizlarga turgan joyimni ko'rsatib qo'yaman. O, ko'rinayotgan bo'lsa mashina ko'ryapsizlar, men shu yerda kvartiraga turardim. Endi bo'lsa mana shu yerda oldim. Albatta, men endi kun issig'iga bolalar chaqirganmiz. Remont qilinadi dedi. Asli remont qilish kerak. To'ychog'imiz. Mehmonlar kelgan. Ikkita usta keldi. Hozir dam olishyapti, yo'ldan charchab kelgan. Mana bu yerda ichkarini remont bo'lgan, tashqarini yig'ishtirib, tozalab bu yerlarni. Mana bu xona ichi remont bo'lgan, tashqisi bilan bitta remont qilib olamiz. Bu bizning ofis bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bardagi chiqyapti hamma joyda. Mana shu narsalarni sarishta qilib hozir pannamiz ishlaydi. Qo'shnilar mana issiqxonamiz. Ana shunaqa gap. Poker mujik. Mana shu kulbachada bo'ladi. Endi ustalarimiz dam olib turgandan keyin hozir qolganlari ham ular O'zbekistondan kelgan, qolganlari Rossiyada ekan, boshqa joylarda ishlab yurgan ekan, ularni chaqirtirib ish boshlangandan keyin ishlarni tushirib borishga harakat qilaman. Bugun din Rossiya kuni. Hamma joyda dam olish. Ancha musor bor ekan, ancha musorlarni chiqarib 2 etaj oilaviy kelganmiz. O'zbekistonga 3 yetdan chiqdik, Yevropamiz vaqti tugadi.